Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlarga yana bitta idea berish maqsadida yaqinda mana kelayotgan bayramdan foydalanib olish maqsadida bitta fikrlarni, ideyalarni bildirib o'tmoqchi edim. Aynan mana shunaqa bayramlar arafasida bir nechta kanallarni monetga ulab, bir nechta kanallarni dan bir necha ming dollarlab topadigan insonlar bor. Albatta shu insonlarni qisman strategiyasini sizlarga oshkolamoqchiman. Endi to'liq oshkolash uchun ancha vaqt ketadi, boshqa bo'ladi. O'ziga yarasha xarajatli joylari ham bor, lekin xarajatsiz oddiy variantlarini tushuntirib o'taman. Misol uchun mana hozir o'sha yaqin-yaqindan boshlandiki, yangi yilga tayyorgarlik. Santa Claus, Qorbobo, bu degan narsalar nima boshlandi. Bolajonlar ko'radi, tomosha qiladi, boshqa qiladi. Har xil kontentlar nima qilinadi? Tayyorlanishni boshlaydi mana. Qorboboga aloqador istalgan kontentlar yaxshi ketadi. Bitta, ikkita video bilan kerak bo'lsa nima qilinadi? Bitta kanal monetga yoqib, shuni orqasidan ancha pul ham topadi. Demak, mana shu vaziyatdan foydalanib qolish uchun mana ko'ring, misol uchun har xil videolar yasalib, sun'iy intellekt yordamida, boshqa yordamida nima qilingan? Tayyorlangan. Endi biz mana shu vaziyatdan qanday foydalanamiz? Qanday foydalanamiz? Buni bir yo'lini nima qilaman? Tushuntirib o'taman. Tak, mana bu narsa bizga kerak emas. Endi buni bir yo'lini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bizda aytaylik, yo'nalishlar bor. To'g'rimi? Har kimning o'zini tanlagan yo'nalishi bor. Misol uchun animals, animation bo'lishi mumkin mana. Yoki bo'lmasa BeamNG bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa aytaylik, nimalar yana toyslar yo'nalishi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa D yo'nalishi mumkin, bo'lishi mumkin. O'sha qo'lda qilinadigan kichkina narsalar bo'lishi mumkin. Yoki umuman boshqa bir yo'nalishlar bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan. Yoki misol uchun AI yo'nalishlari ko'payib ketdi hozir, sun'iy intellektga bag'ishlangan misol uchunda. Istalgan bir yo'nalishda ishlaydigan inson bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu strategiyani qo'llasa bo'ladi. Nima qiladi deyilsa, aynan mana shu videolarida, o'zini qo'llayotgan videolarida nima qiladi? Har bitta yo'nalishda Qorbobo qatnashgan sahnalar yasaydi. Qiziqarli sahnalar. Sun'iy intellektda ham yasash mumkin, animationda ham bemalol yasash mumkin, BeamNGda ham, toyslarda ham mana misol uchun mana D bo'lishi mumkin. Asmer yo'nalishlari bor, bularda ham bemalol mana Asmer yo'nalishlarida ham albatta juda ham yaxshi kontentlar qilsa bo'ladi, ideyalar qilsa bo'ladi. Ideyalarni qayerdan olaman desa, ChatGPTga yozsa bo'ladi. Misol uchun men mana shunaqa yo'nalishda ishlayman. Misol uchun YouTube'ga misol uchun bunday deyish kerak-da, mana shunaqa yo'nalishda ishlayman. YouTube'ga mana shu yangi yil haqida mavzu qilmoqchiman. Videoim ssenariysi qanaqa bo'lsin? Bu keyin qiziqarli ssenariylarni yozib beradi. O'sha ssenariylar yordamida ishlanadigan bo'lsa, misol uchun o'sha tomoshabinni ushlab qolish kerak-da. Qanchalik ko'p ko'rsa, qanchalik uni tarqatsa, qanchalik qiziqsa, shuncha yaxshi. Shuni ma'nosidan yaxshi ssenariylar bilan yaxshi videolar tayyorlab, albatta zo'r natijalar qilsa bo'ladi. Bemalol misol uchun aytishimiz mumkinki, juda ham ko'plab kanallarni nima qilish mumkin? Albatta yaratib, bularni nima deydi, yana o'sha aytaylik daromadini ham, misol uchun daromadni ham daromadga chiqarib, buni orqasidan bir nechta ancha pullar ham topish mumkin. Aytaylik taxminan $1000. $1000 topadigan bo'lsangiz, bir oy ichida bu sizga 0 kanal edi bu. Misol uchun mana video yukladingiz, bir haftada to'ldi. O'sha u yog'iga plyusga ketdi toki yanvarning oxirigacha. Balkim bundan ko'proq ham topishingiz mumkin. Misol uchun, bu ham albatta nima? Aytaylik bitta iPhone pulini ishlab olasiz. 2500-3000 dollar topib, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha bitta iPhone pulini bemalol topib olsa bo'ladi. Eng asosiysi, hozir men bu yerda misol uchun mana to'liq hamma narsani ideallik qadam-qadam tushuntira olmayman, chunki har kimni o'sha yo'nalishi boshqasidan kelib chiqib ana qilish kerak, yondosh kerak. Bu yerda o'sha kanalni o'zini yurish strategiyasida ham albatta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Faqat video o'zgargani bu yaxshi emas. Kanalni o'zini ham strategiyasini o'zgartirish kerak. Misol uchun bu yerda taglar bor, boshqasi bor, yuklash vaqtlarini to'g'irlash kerak. O'sha
nima deymiz, trends videolardan topib, o'sha trends videolarga imkon qadar o'xshatishga harakat qilish kerak. Mana shular bilan qiladigan bo'lsangiz, albatta hech shubhasiz yaxshi natijalarni topish, yaxshi daromad topish bemalol qilsa bo'ladigan vaziyat hozir. Chunki hozir ayni vaqti. Ko'pchilik nima qiladigan, foydalanib qoladigan, ko'pchilik yaxshi daromad topib qoladigan vaziyat. Mana shu vaziyatni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bu harakatlarni qilish kerak bo'ladi. Umuman hech qanaqa yo'nalish qilmaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, yo'nalishi yo'q, nima qilishni bilmaydi. Misol uchun, o'sha YouTube'da kirib, Santa Claus deb turib, o'sha yozib, o'ziga bir qulayroq yo'nalishda tanlab, o'sha videolar chiqadi-ku. Men mana shu yo'nalishda ishlay olar ekanman deb turib, tanlab o'sha yo'nalish bo'yicha ishlasa bo'ladi. Lekin biron videosini olib kesib bunaqa qilish yaxshi emas. O'zi tayyorlab, chiroyli qilib, o'sha misol uchun tekin musiqalardan foydalanib ishlaydigan bo'lsa, albatta bu o'z samarasini beradi. Demak, endi ko'p gapirish niyatimiz yo'q. Mana shu aytilgan gaplarni o'zidan ham ko'pchilik xulosa qilib tushunib oladi bemalol. Bugun aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalar mana shular edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.